Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib qoldi yo'q. Bayhaqi Abda ibn Abdurrahimdan rivoyat qilib mundaq deydi. Biz bir atrat bo'lib Rum zamoniga qarab otlandik. Bizning ichimizda bir yosh yigit bor bo'lib, aramızda uningdimi qariroq va olimroq biror kishi yo'q edi. U kunduzi ro'za tutib, kechasi qiyomda turib namoz o'qiydi. Biz Rum qo'rg'onlaridan birining yenidan o'tdik. Biz u qo'rg'onning qishida turmaslikqa buyurilgan edik. Lekin yiliqi yosh qari yigit qo'rg'on tarafga moyil bo'lib qoldi. Biz uni kichik tarat qilish uchun to'xtadi deb o'ylab qopdimiz. Ammo u nasara ayolni ko'rib, oshiq bo'lib qilib, Rum tilida "Sizga qanday qilsam erishalayman?" dedi. U ayol uningga "Bu oson. Nasara bo'lsanglar, biz sana ishkimizni ochimizda, men sana mansub bo'laman" dedi. Shuning bilan u yosh yigit nasara bo'ldi. Ular uningga ishkini ichib berdi. U qo'rg'onga kirib ketdi. Biz safarimizga yurib ketdik. Men bu yoshning nasara bo'lib ketganligiga qattiq qayg'urdim. Go'yo u bizning o'g'limizdekli bo'lib qolgan edi. Biz jihatdan qaytganda u qo'rg'onning yenidan o'tdik. Shu chaqda u yigit qo'rg'on istiqomida boshqa nasaralar bilan qarovullik qilyotdi. Biz uningdan "Ey paloni, sening Qur'oning, ilming, namozing va ro'zalaring qani?" deb so'ragaydik. U "Men Qur'onning hammasini unutib ketdim. Faqat mush ikki oyatning boshqasini eslolmayman" deb bu ikki oyatni tilovat qilib berdi. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Kafirlar qiyomatning dahshatini ko'rganda dunyodagi chig'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqchu deb armon qildi. Ey Muhammad, ularni, ya'ni kuffarlarni mayli qo'yib, yeb ichib, o'ynab kulib yursin. Ular behuda arzular bilan bo'laversin. Ular uzoqqa qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. Mu'min kishi o'z jihodida sodiq bo'lib, dushman qo'liga asirga tushib qolsa, ular uning diniga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lsa-mu, Alloh uni qo'g'daydi, himoya qildi. Hamda diniga ziyon yetib qolishidan saqlaydi. Buningga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobisi Abdullah ibn Uzafa Sahmi radhiyallohu anhu ning kechirmishi tipik misoldir. Ibn Asir Ibn Abbas radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qildi. Rum qo'shinlari Abdullah ibn Uzafa Sahmi radhiyallohu anhu ni asir oldi. Ularning podshohi uni xristian bo'lishga da'vat qildi. Lekin Abdullah ibn Uzafa radhiyallohu anhu unumay o'z dinida mustahkam turdi. Rum podshohi uningga agar xristian bo'lishga unumasa, qaynayotgan mayga tashlaydiganligini bildirib tahdid soldi. Hamda musulmon asirlaridan birini keltirib, qiziq mayga tashlagan edi, so'ngaklari yalang'ochlanib qoldi. Shuning bilan podshoh Abdullah ibn Uzafa radhiyallohu anhuga "Agar xristian bo'lmasang, seni bu mayga tashlayman" dedi. Ammo u yanla unumidi. Podshoh uni mayga tashlashga buyruq qildi. Abdullah ibn Uzafa radhiyallohu anhu yig'lab ketdi. Cheriklar podshohga "U qo'rqib yig'ildi" dedi. Uni may oldidan qaytarib kelganda, u podshohga "Sen meni mayga tashlanishdan qo'rqib yig'ildi deb o'ylab qolma. Men yoqqa tushadigan jinimning faqat biri bo'lib qolganligidan afsuslanib yig'ildim. Yoqqa tashlanish bilan jinim Alloh yo'lida shahid qilindi. Agar mening chechimning miqdorchilik jinim bo'lsa, shularning hammasi mushu qozonga tashlanib, Alloh yo'lida shahid qilinishni arzu qilaman" dedi. Abdullah ibn Uzafa radhiyallohu anhu ning javobidan ajablangan podshoh uning xristian bo'lib qilishini umid qilib, oldirmoqchi bo'lib uningga "Xristian bo'lsang, qizimni sana beraman. Podshohligimning yerimini sana bilib beraman" dedi. Abdullah ibn Uzafa radhiyallohu anhu "Hargiz xristian bo'lmayman" dedi. Podshoh
undaqda peshonamga suyib qo'ysang seni qo'yib beraman degan edi. U men bilan barliq musulmon asirlarni qo'yib bersang shunda qilay dedi. Shuning bilan Abdullah ibn Uzafa radhiyallohu anhu podshohning peshonasiga suyib qo'ydi. Podshoh uni va musulmon asirlarni qo'yib berdi. Abdullah ibn Uzafa radhiyallohu anhu Madinadagi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qishiga qaytdi. Umar radhiyallohu anhu sizlarning har biringlarning Abdullah ibn Uzafaning peshonasiga suyish majburiyati bor dedi-da uning peshonasiga suydi. Boshqalarmi ham suydi. Musulmonlarning o'ltirilishdan qo'rqib urushdan qochishi durust bo'lmaydi. Agar Alloh yo'lida o'ltirilish orqali o'lim sakratidan nijotlik tepishdan boshqasi bo'lmagan taqdirdimi, shuning o'zi jangda mustahkam turishni vojib qilgan bo'ladi. Undaqda Alloh yo'lida o'ltirilgandan keyin ne'matlik jannatlardagi katta baxt qandoqmi sabit turishni vojib qilmasin. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Alloh yo'lidagi jangga qiziqtirib mundaq deydi: agar jang qilmasanglarmi baribir o'lisizlarga. Jinim qulda bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, qilish bilan ming qitim chepilish ko'rpa ustida vafot bo'lishdan ko'p osondir. Shaddad ibn Aviz mundaq deydi: ko'rpada o'lish mu'min uchun dahshatli bir qo'rqinchdir. Hatto u erlar bilan tilinish, qaychilar bilan titilish va qozonlarda qo'rilishdanmi qo'rqinchlidir. Ey do'stim, qaysi yo'lni tanlaganliging haqida o'ylanib boq. Alloh yo'lida o'ltirilish yaxshimi yoki jangdan qochishmi? Ko'rpa ustida vafot bo'lgan kishi o'lim sakrati va uning azobini tetiydi. O'lgandan keyin qabrning siqishi va uningdagi g'iriblik, ikki farishtaning imtihoni va savol so'riqi, qattiq sur ovozi, o'lgandan keyingi qayta tirilish, o'z hayotidan hisob berish uchun to'planish, shundaqla amal daftarlarining uchib kelishi, sirat ko'rkidan o'tish, hisob bergandagi ig'irchilik, yaxshilik va yomonlikning o'lchinishidan iborat qiyomatning dahshati, qabohati, vahimasi va qo'rqinchiga duch kelasan. Alloh taolo bu qiyinchilik holatni sifatlab mundaq deydi: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ey insanlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir ust imitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tengirqab qilish bilan imayotgan bo'g'ini unutadi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni emas ko'rsan, holbuki ular haqiqatda emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as-hushidan ketkizib o'tgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir. Alloh taolo bizga o'z dargohidagi shahidlardan xabar berib mundaq deydi: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah'ның yolunda şehit bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan. Balki ular tirik bo'lib, Allah'ның dargohidagi rizqdan bahramon qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan adigan oqshomda mangulik rizqlantirib turildi. Ular Allah'ның o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan texi yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlariga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Allah yo'lida o'ldirilgan bu shahidlar qiyomatdagi dahshatlik azob va qiyinchiliklardan xotirjam bo'ldi. Hamda eng oliy jannatdagi eng go'zal o'rinda jamdagi sovuq sharbatlardan ichidi. Har xil esil kiyimlarni kiydi. Firdavs jannatlarda shahlo ko'zlik, tangtush hur qizlar bilan mangulik hayot kechirdi. Ular jannatga kirishdan ilgari ruhlari yeshil qushning po'kunda jannatda aylanib, yeb ichib rohatlandi. Hamda Rahman Taoloning arshining ostidagi esilgan qundaqlarga qaytib keldi. Ular Alloh Taoloning tugmas mukofotlaridan bahramon bo'libmi, Allah yo'lida qayta o'ltirilishi uchun bu dunyoga qaytishini orzu qildi. Bu fursatlarni g'animat bilishdan ojiz kelish naqadar hamoqatlikka. Yuqorida so'zlangan o'lgandan keyingi g'am qayg'ulardan jihad qilish orqali saqlanish haqiqatan katta muvaffaqiyatdir. Bugun Allah'ның düşmanlaridan qaçqan kishi ata qaysi yuz bilan Allohga uchrashadi? Allah Taologa o'z jinini setishga ahd bergandan keyin jondan qechib o'zini kofirlarga topshirsa, u kishining oqibati qanday bo'lmoqchi? Allah uni jannatga chaqirdi. Ammo u jondan qechib Rabbiga uchrashishdan o'zini qochirdi. Allah'ның buyrug'ini kechiktirgan u kishi Allah yo'ldan yuz o'rgan va qiziqtirilgan katta baxtdan voz kechgan tursa, Rabbi oldida yana qaysi bahona bilan o'zini aytadi? Ey qalblarni idora qilib turg'uvchi Alloh, qalbimizning haq ustida mustahkam bo'lishini sendan tilaymiz. Ey g'ayiblarni bilguvchi Alloh, maqsadlarimizning to'g'ri bo'lishida, niyatlarimizning xolis bo'lishida senga yo'llanamiz va sendan umid qilamiz. Fazli rahmatingni umid qilib, senga qo'l sunib, sen rozi bo'lgan shahidlik bilan bizni rizqlantirishingni, sening yo'lingda o'ltirilishga, qadamlarimizning sabit turishiga nasib qilishingni so'raymiz. Oxiratda sen tarafga qaytamiz va joylashimiz. Har bir yaxshilikda senga yo'llanamiz. Sen har narsaga qodirsan.